Pep Guardiola Abduqodir Husanov unga Kyle Walkerni eslatishini aytdi. Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiola jamoaning o'zbekistonlik himoyachisi Abduqodir Husanovning klubga qo'shilganidan buyon namoyish etayotgan o'yinini yuqori baholadi. Abduqodir bizda yaxshi taassurot qoldirmoqda. U markaziy himoyachi sifatida o'zini yaxshi ko'rsatdi. Qolaversa, chap qanot himoyasidan tashqari himoyaning barcha chiziqlarida harakat qila oladi, dedi Guardiola. Ispaniyalik mutaxassis Husanov hujumda yaxshi o'yin ko'rsata olmasa-da, uning boshqa ijobiy jihatlari bor ekanligini ta'kidladi. Ehtimol u hujumda yetarlicha faol emas, biroq himoyada juda ishonchli o'yin ko'rsatmoqda. Jismoniy jihatdan kuchli, o'yini barqaror. U menga eng yaxshi formadagi Kyle Walkerni harakatlarini eslatadi. Abduqodir hali juda yosh bo'lishiga qaramay, kuchli raqiblarga qarshi o'yinlarda ham o'zini ko'rsatmoqda, o'rganishdan qochmaydi. Guardiola o'zbekistonlik futbolchining qisqa vaqt ichida ko'rsatgan o'yini haqida ham to'xtaldi. U hali juda yosh, avvaliga O'zbekistondan Fransiyaga ko'chib o'tdi va Liga 1 doirasida 8-10 ta o'yin o'tkazdi. Keyin esa Manchester Cityga kelib, jamoa uchun oson bo'lmagan davrdan moslasha oldi. Menimcha Husanov ajoyib futbolchi. Biroz muddat o'tgach, uni qanchalar yaxshi futbolchi ekanligini anglab yetasizlar. O'ylaymanki, bu yigit Cityda uzoq yillar faoliyat olib boradi, deya qo'shimcha qildi Guardiola.